Sevgili Pelikan Gulshan magazinini ko'pchilik biladi. Mana shu domimizni old tomoni Gulshan magazin. Mana shu domimizning yonida Gulshan magazin joylashgan. Bu domimizda kvartira chiqib o'ta arzon narxda narsalar bilan sotilyapti. 9 etajga turibdi. Shuni yonginasida maktab, bog'chaga 16-maktabga lokatsiyasi zo'r bo'lgan joyda kvartira chiqib qoldi. Hozir olib kirib ko'rsangiz, shoshilmasdan videoni ko'rib, like bosib, video tarqatib, yangi kanalga obuna bo'lamiz. Bizga chiqib oldi, uyimiz 4-qavatda joylashgan, tayyor remonti bilan. Ko'chib kirib yashash kerak. Bu domlar ko'pchilik biladi, Toshkentga planировка oxirgi qurilgan domlardan. Ya'ni tahoratga qiynalmaysiz. Kirishimizga tualet отдельный, sanuzalar отдельный. Bu tomonda mana sanuzalar. Bu tomonda sanuzalar, kafel patologgacha urilgan. Bu детский xona, uyimiz skvoznoy. Детский xona kattagina narsalari bilan birga sotib yuboraman. Bu spalni er-xotin uchun. Ikkinchi xona ya'ni. Uchinchi xonamiz bu mehmonxona. Tayyor remontlar bilan aytgandik. Bu tomon oshxonani balkonga olib chiqib, batdan kattagina to'rxona qilib qo'yishgan. Uyimizga batareyka o'tkazilgan, kotyoli bor. Uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, Kirgili Gulshan magazini shunday orqasida domda 4-qavatda $28,000 kelishasizlar. Narsalar bilan birga hamma yo'q shunday qoladi, chiqib ketargan ekan o'zi. Like bosib video tarqatgan bilan aloqaga chiqib ko'rasizlar.